Shu kunlarda viloyatimizdagi iqtisodiyot obyektlari, kommunal soha va tegishli tashkilotlar 2025-2026 kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazishga alohida e'tibor qaratishgan. Xo'sh, bu borada Oqdaryo tumanida qanday ishlar olib borilyapti? Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joizki, tuman aholisini tabiiy gaz bilan ta'minlash uchun 552 km uzunlikda quvurlar tortilgan bo'lib, gazning bir maromda taqsimlanishini ta'minlash uchun 408 ta gaz taqsimlagich o'rnatilgan. Mas'uliyatli mavsum oldidan soha xodimlari mazkur qurilmalarni ayrimlarini mukammal ta'mirlashgan bo'lsa, qolganlarini profilaktik ko'rikdan o'tkazishdi. Ma'lumki, keyingi yillarda davr talabidan kelib chiqqan holda hudud gaz tizimida ham tabiiy gaz iste'molini tejash maqsadida zamonaviy gaz taqsimlagich o'rnatilishiga katta e'tibor qaratilyapti. Oxiriga qo'yilgan bizlarda gaz tashkilot qurilmalarimiz, ya'ni zamonaviy. Buni asosiy vazifasi oldingiga nisbatan 30% iqtisod qilib berish. Masalan, buni nomi erdagi 50 deyiladi, yuqori bosim gaz taqsimlash qurilmasi. Ya'ni bu mana shu bitta yerimiz bizlarning hozir 1216 xonadonga gaz bermoqda tarmoqda. Ya'ni bu ekonom, biz iqtisod deymiz, iqtisod qilinishi avvalambor oldingilarga nisbatan 30% bo'lyapti hozir. Bizlarda Oqdaryo rayoniga hozirgi kunda 8 dona mana shu erdagi 80, erdagi 100 rusumli gaz qurilmalari qurilgan. Ya'ni kelajakda bundan buyog'i 100% o'sha yangi qurilmalarga qo'yiladi. Ya'ni bunda bizlar yana ham 30%, 35% gaz iqtisod qilishga o'tamiz. Ya'ni o'sha iqtisod qilgan nisbatan aholiga bir me'yorda yana ham uzoqroq joylarga gaz berishga erishamiz. Ushbu narsani bizlar shuning uchun yangi hozirgi eng oxirgi zamonaviy gaz qurilmalari bizlarda qurilgan hozir. Ko'rib turganlaringiz Navruz mahallasini ta'minlaydigan yuqori bosim gaz qurilmasi. Nechta xonadonga bu? 1216 ta xonadonga gaz beriladi. Mana shu yerdan oldinlar bu narsa 5-6 ta bo'laydi. O'shani jamlashtirilib, hozir bitta joydan beriladigan joylar hammasi. Ya'ni bizlarni rasxodimizni kamaytirish sababli ushbu narsani 4 ta 5 tani bittaga joylashtirib, hammasini yetkazib beryapmiz. Hozirgi kunda ushbu narsalarni qo'llayapmiz va shu narsaga erishyapmiz. Tumanning tabiiy gaz yetib bormaydigan va gazlashmagan hududlarini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash bo'yicha tuman gaz ta'minoti korxonasi jamoasi har bir xonadon bilan shartnoma tuzgan bo'lib, ularga me'yoriy qonun-qoidalarga muvofiq o'z vaqtida suyultirilgan gaz yetkazib berishga harakat qilishyapti. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ayni paytda tumandagi 15032 ta xonadon egalari tabiiy gazdan, 26835 ta uy sohiblari ballonli suyultirilgan gazdan foydalanib kelishadi. Bugungi kunda Oqdaryo tuman gaz xodimlari o'sha 2024-2025-26 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish natijasida o'sha belgilangan reja grafik asosida tasdiqlangan ish rejasi bo'yicha ishlar amalga oshirib borilyapti. Bugungi kunda Oqdaryo tumanida joylashgan 408 ta gerpi, ulardan 50 ta gerpi demontaj qilish yo'li bilan olib tashlandi va qolgan gerplarda reviziya va profilaktik kunlik tekshiruv ishlari olib borilyapti. Ya'ni aholiga gazni bir me'yorda berish, ya'ni gaz bosimini bir me'yorda ishlab turish maqsadida. Rejamizda 15 km masofani turba gaz quvurlarini tartibga solish va kraska bo'yoqlash ishlari olib borilishi kerak va biz bu rejani 13 km bugungi kunda bo'yoqlanib bajarilgan. 1160 metr masofadagi gaz quvurlarimiz rekonstruksiya qilish yo'li bilan polietilen gaz quvurlar metal gaz quvurlariga almashtirilyapti va 2529 ta xonadan 3 bosqichlidan, ya'ni 2 bosqichli tizimga gaz me'yorini berish maqsadida 2529 ta xonadon 3 bosqichdan 2 bosqichli tizimga o'tkazilgan. Bozor joy, taraqqiyot va Amir Temur mahallalarida 3 ta yangi Ruduk 100 va Ruduk 50 gerplari almashtirilib qo'yildi va 3 ta gerpi mukammal ta'mirlandi. 15032 ta xonadon tabiiy gaz va 26835 ta xonadon suyultirilgan gaz bilan ta'minlanadi. 45-50 kun atrofida suyultirilgan gaz ballonlari bilan ta'minlanib keladi va ularni 100% lik reja bilan hozirda ID karta bilan ta'minlash ishlari ham amalga oshirilyapti. Tuman aholisiga 28032 ta xonadonda 350-400 ming kub gaz bilan ta'minlash rejada bor. Bu reja o'sha har oy 40-45 kunda ta'minlanib kelyapti.
Oqdaryo tuman elektr ta'minoti korxonasi xodimlari ham mas'uliyatli mavsum oldidan yuqori kuchlanishli elektr stansiyalari va elektr taqsimlagichlar hamda havo liniyalarini profilaktik ko'rikdan o'tkazib, ta'mirlashga kirishgan. Ayni paytda tumandagi ijtimoiy soha va iqtisodiy obyektlarni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida 3 ta yuqori kuchlanishli NIM stansiya ishlab turgan bo'lib, uzatilayotgan tok energiyasi 456 kilometr uzunlikdagi havo liniyalari orqali hududlarda o'rnatilgan. 575 dona elektr taqsimlagich orqali xonadonlarni charog'on etmoqda. Mahallalardagi eskirgan va muddatini o'tagan simyog'ochlar o'rniga beton ustunlar o'rnatilib, yangi havo liniyalari tortilyapti. Chilangar Zofir Qarshiyev 20 yildan buyon tuman elektr tarmoqlari korxonasi chilangar bo'lib ishlaydi. U kishi o'tgan yillar davomida tumandagi minglab oilalarning xonadoni yorug' va charog'on bo'lishiga hissa qo'shib kelyapti. Yaqinda tumanda iste'molchilar uchun elektr energiyasi ta'minotini tubdan yaxshilash va energiya quvvatini oshirish maqsadida 40 ming kilovat quvvatli elektr taqsimlagich olib kelib o'rnatildi. Ayni paytda mazkur qurilma bilan bog'liq tashkiliy ishlar olib borilyapti. Hozirgi kunda tumanimizda iste'molchilarning elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoji oshib borishini hisobga olingan holda tumanimizga keluvchi Oqdaryo Loyish 135 liniyasiga mana ko'rib turganingizdek hozirgi kunda 25 va 16 kvalik kuch transformator mavjud bo'lib, hozirgi kunda yangi 40 kvalik qo'shimcha transformator olib kelindi. Hozirgi vaqtda buni o'rnatish va montaj qilish ishlari amalga oshirish jarayoni olib borilmoqda. Buning natijasida tumandagi aholi iste'molchilari, tadbirkorlik subyektlari, ijtimoiy soha obyektlariga qo'shimcha hozirgi ehtiyojdan kelib chiqqan holda yana 1,5 barobarga elektr energiyasi oshishi ko'zda tutilgan. Bu ishlarda montaj qurilish ishlari davom ettirilmoqda. 26-yil yakunlarigacha qo'shimcha quvvat yaratiladi. Hozirgi kunda foydalanishda bo'lgan 25 va 16 kvalik kuch transformatorimiz orqali elektr energiyasi ta'minlanib kelmoqda. Bunga qo'shimcha yana 40 kvalik yangi transformator olib kelindi. Uni qurilish montaj ishlari davom ettirilyapti. Buning natijasida tumandagi bo'lgan ehtiyojga 2026-yil yakunigacha ishga tushirish ta'minlanadi. 5575 ta transformator punktida aholi elektr energiya bilan ta'minlanmoqda hozir shu bugunda. Yangiobod mahallasi, Uchtepa, Olchintepa, Avazali mahallalarida hozirgi kunda bu xodimlarimiz ishlab, temir beton ustunlari hamda qo'shimcha transformatorlar o'rnash ishlari olib borilmoqda. Hozirgi shu bugunda hozirgi bu joyimiz Uchtepa mahallasida 160 lik transformator hamda 45 dona temir beton ustunlar o'rnatish ishlari jarayonda olib borilyapti. Bu bo'yicha transformatorimiz bor, aholimiz kengayib ketganligi uchun qo'shimcha o'rnatilyapti. Bu o'rnatilgandan keyin aholimizga sifatli elektr energiya bilan ta'minlashga erishamiz. 2025-26 yillari kuz mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha 142 dona transformator hamda 479 kilometr tarmoq rejalashtirilgan. Sentyabr oyida 100% qilib bajarilgan. Hozirgi shu bugunga qadar yana o'zimizga qo'shimcha reja qilingan. 65 dona transformator ham 120 kilometr tarmoqda o'zimizga reja qilib kuz mavsumiga tayyorgarlik hamda betalofat o'tkazish uchun. Uchastkamizda brigadalar bo'yicha 5 ta brigadamiz mavjud. Avariyni brigada, bittasi tungi navbatchi brigada. Texnikamiz bo'yicha 5 ta texnikamiz bor. Traktor, yamaburimiz bor. Starbalar qurish bo'yicha traktorimiz bor. Har bitta avariya brigadalarida 6 tadan ishchi guruh bo'ladi. Har bittasida uchastka masteri ish boshchisi bor. Raqamlashtirishga hozirgi kunda transformatorimizni Loyish podstansiямizda rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. 2 ta 40 minglik transformator o'rnatyapti. O'sha payt birdaniga o'sha raqamlashtirish ham o'rnatiladi. Kuz mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha hamma ishlarni olib borilyapti birma-bir. Xudo xolasa nasib bo'lsa o'tkazamiz betalofat.
Kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish va mas'uliyatli mavsumni betalofat o'tkazish maqsadida tumanda ishchi guruh shtabi tuzilgan bo'lib, ular har kuni bu borada bajarilgan ishlar va mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha ish olib borishadi. Shuningdek, tarmoqqa noqonuniy ulanib olgan iste'molchilar ustidan tegishli tartibda dalolatnomalar tuzilib, qonun doirasida ulardan davlatga keltiriladigan zarar undirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 9-sentyabrdagi energiya tejovchi texnologiyalarni joriy qilish va kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni va unda belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash bo'yicha Oqdaryo tuman elektr ta'minoti korxonasi hokimlik, prokuratura va mahalla faollari bilan hamkorlikda olib borayotgan targ'ibot va tashviqot tadbirlari tufayli shu vaqtgacha tumandagi 670 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari va aholi xonadonlariga energiya tejovchi quyosh panellari o'rnatildi. Kuzning yog'inli, qishning izg'irinli sovuq kunlari yaqinlashmoqda. Shu boisdan mas'uliyatli mavsumga mutasaddi xodimlar o'z vazifalariga sidqidildan yondashishlari talab etiladi.